Nima qilyapsan? Hammasini ko'rdim. Dadam pulini joyiga qo'yib qo'y. Meni ham dadam. Dadam bizga pul beryapti-ku. Nimaga o'g'irlading? Men o'g'irlaganim yo'q. Ha. Nima gap yana? Tinchlikmi o'g'lim? Ha, qizim? Dadam pulini o'g'irlayapti. Voy, meni o'g'lim o'g'ri emas bola. Aldayapti oyi. Voy, uyalmaysanmi? Akangga tuhmat qilishga. Xo'p, qanaqa qilib o'g'irladi? Ana cho'nchagida turibdi, ana. Mana shkaf yoniga keldi. Men hammasini ko'rdim. Ochdi-da, mamni ichidan pul oldi. Keyin cho'nchagiga soldi. Men hammasini ko'rdim. Voy, adashgandirsan bolam. Balkim senga shunaqa ko'ringandir. Yo'q, aniq o'g'irladi. Axir bu akang bo'lsa, tushunaman. Dadangni qizg'anyapsan. Lekin meni o'g'lim o'g'ri emas, jon bolam. Yo'q, Tuhmat qilmagan. yo'q, u o'g'irladi. Ana cho'nchagiga soldi. Nima gap? Tinchlikmi? Sizni pullaringizni o'g'irlayapti. Senga onalik qilsaman, mehribonchilik qilsaman, bu gaping noto'g'ri bola. Nima bo'ldi o'zi tushuntiringlar. Voy, dadasi, qizingiz o'g'limizni o'g'irlikda ayblayapti.